Siz o'sha rus tilini eshitish orqali o'rganmoqchi bo'lgan shaxs. Men sizga bunda yordam beraman. Assalomu alaykum, men ismim Zamira. Bu degani bugun rus tilida 2 marta tekst eshitamiz va yangi 20 tadan ortiq slovar yodlaymiz. Tayyor bo'lsangiz, gapni ko'paytirmasdan srazu tekstni birinchi marta juda ham tez o'qiyman. Siz eshitib tushunishga harakat qiling. Bugungi mavzuyimiz внешний вид, ya'ni tashqi ko'rinish. Eshitamiz va tushunib olamiz. Ali student. У него овальное лицо, темные брови, карие глаза. Его взгляд спокойный и добрый. У Али короткие темные волосы и аккуратная прическа. Когда он улыбается, он выглядит открытым и дружелюбным. Его друг Анвар выглядит более серьезно. У Анвара широкое лицо и прямой нос. У него густые брови и темные глаза. Он редко улыбается, поэтому кажется строгим. На самом деле он спокойный и вежливый человек. Его голос тихий, а взгляд внимательный. Али и Анвар понимают, что внешний вид – это не только одежда, но и лицо, мимика и выражение глаз. По чертам лица можно понять характер человека и его настроение. Bu tez o'qiganim edi. Keling endi asta o'qib, tushunib, orqamdan takrorlaymiz. Ali студент. У него овальное лицо, темные брови, карие глаза. Его взгляд спокойный и добрый. У Али короткие волосы и аккуратная прическа. Когда он улыбается, он выглядит открытым и дружелюбным. Его друг Анвар выглядит более серьезным. У Анвара широкое лицо и прямой нос. У него густые брови и темные глаза. Он редко улыбается, поэтому кажется строгим, но на самом деле он спокойный и вежливый человек. Али и Анвар понимают, что внешний вид – это не только одежда, но и лицо, мимика и выражение глаз. По чертам лица можно понять характер и настроение человека. Mana sizga 2 marta o'qib berdim. Agarda siz rus tilini bundan ham tezroq o'rganish niyatingiz bo'lsa, sizga albatta o'qituvchi kerak. Men sizga bunda ham yordam bera olaman. Telegramimizga yozib, bemalol o'zingizga offline yo onlayn kurslarimizni tanlab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, mana shu playlistimizda rus tili grammatikasiz va rus tili grammatika bilan degan darslar ham bor. Ular sizga yanada rus tilini yaxshiroq, tezroq o'rganishga yordam beradi. Endi slovarga o'tamiz. Men aytaman, siz esa orqamdan takrorlaysiz 2 marotaba. Лицо – yuz, лицо – yuz. Глаза – ko'zlar, глаза – ko'zlar. Волосы – sochlar, волосы – sochlar. Like va podpiska bosib qo'ying. Брови – qoshlar, брови – qoshlar. Nos – burun, nos – burun. Rot – og'iz, rot – og'iz. Губы – lablar, губы – lablar. Улыбка – tabassum, улыбка – tabassum. Lоб – peshana, lоб – peshona. Щеки – yanoqlar, щеки – yanoqlar. Карие – jigarrang, imini ko'zga nisbatan. Карие – jigarrang, ko'zga nisbatan. Голубые – moviy, голубые – moviy. Темные – qoramtir, qoraroq ma'nosida. Темные – qoramtir. Светлые – och ranglarda. Светлые – och ranglarda. Серьезный вид – jiddiy ko'rinish. Серьезный вид – jiddiy ko'rinish. Дружелюбный – do'stona. Дружелюбный – do'stona. Высокий – baland, низкий – past. Высокий – baland, низкий – past. Past deb yana o'zinglar bilasizlar. Полный – to'llachadan kelgan. Полный – to'llachadan kelgan. Круглый – yumaloq. Круглая – yumaloq. Прямой – tekis to'g'ri. Прямой – tekis to'g'ri. Курносый нос – dumaloq burun. Курносый нос – dumaloq burun.
Tонкие брови. Yupqa qoshlar. Tонкие брови, yupqa qoshlar. Gustые брови. Qalin qoshlar. Gustые брови, qalin qoshlar. Светлые глаза. Och ko'zlar. Och rangdagimi, jigarrangni ochi, голубой ochi, bular hammasi светлыйga kirib ketadi. Веселый, xursand, грустный, qayg'uli, спокойный, tinch, активный, faol, активный, faol, высокий лоб, baland peshona, высокий лоб, baland peshona, короткие ресницы, kalta kipriklar, короткие ресницы, kalta kipriklar, длинные ресницы, qalin, uzun kipriklar, длинные ресницы, uzun kipriklar. Улыбчивый, tabassumli, улыбчивый, tabassumli, серьезный, jiddiy, серьезный, jiddiy. Веселые глаза, xursand ko'zlar, грустные глаза, g'amgin ko'zlar. Строгий взгляд, qattiqqo'l qarash. Строгий взгляд, qattiqqo'l qarash yoki nigoh. Mili, yoqimtoy. Mili, yoqimtoy. Sizlar ham mili bo'lib yuringlar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha paka paka.